Biz umra safariga bormoqchimiz. 1 kishi, 2 kishi emas, 5 kishi, 10 kishi, 15 kishi bo'lib bormoqchimiz. Sizlar Hikmat Travel orqali ketsak, xudo xolasa skidkalar bormi degan obunachilarimiz uchun albatta bor. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar qanaqa skidkalar bo'lishini xudo xolasa Abdug'offor akadan to'liq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Videoda boshida aytib o'tganimdek, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, shart-sharoitlari, narx-navolar qanaqa bo'lyapti, reyslar qayerdan bor, ovqatlar masalasi qanaqa bo'ladi, xudo xolasa sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Firma tomonidan nima bonuslar beriladi, xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Shu videoda ko'rib olishlaring mumkin. Videoda boshida videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa shunaqa videolar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib turadi. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Abdug'offor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar orasida ko'pchilik bo'lib boradiganlar bor. Xudo xolasa 1 kishi, 2 kishi emas, 5 kishi, 10 kishi, 15 kishi bo'lib boramiz deganlarga xudo xolasa skidkalarimiz bor aka. Xo'p, o'zi narximiz o'zi arzon. O'zi arzon. Xudoga shukr. 1 kishi bo'ladimi, 10 kishi bo'ladimi, o'zi arzon. O'zi arzon. Endi gap yo'q. Agar 4 kishidan oshiq boradiganlarga yana undan ham chegirmasini qilib beramiz. Hozir o'zini narxini bitta aytib o'taydi. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan, xudo xolasa. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, bularda iyul-avgust oyiga reyslarimiz. Hozir iyul oyining reyslarini kunini aytib o'taman. Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 16-iyul kuni bor. 20, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz bor. Buni narxini $985 qilib beramiz. Narxlar tushdimi aka? Tushdi narxlar. O'tgan videodan anchagina tushib qopti. 985 qilib beramiz o'zimiz obunachilarga. Xo'p, o'zi 1 kishi boradigan ham, 2 kishi, 3 kishi boradiganga 985. Endi 4 kishidan oshiq boradiganlar uchun siz aytib qo'yganingiz uchun yana $5 dan chegirma qilib beramiz. $980 dan bo'ladi. $980 bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz, xudo xolasa. 5 kishi bo'lsa $25 chegirma bo'lar ekan, 10 kishi bo'ladigan bo'lsa $50 chegirma. O'zi arzonidan ham yana $5 chegirma bor. Xudo xolasa. Xo'p, yo'q, biz Farg'onadan, Vodiydan boramiz deydiganlar uchun Farg'onada ham iyul-avgust oyiga reyslarimiz qo'yilgan, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Men kunlarini, chislolarini aytib o'taman. Iyul oyiniki 17-iyul, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Farg'ona, Jidda primoy reysimiz. Primoy reys. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Buni narxini $1015 qilib beramiz. Farg'ona, Jidda, Vodiydan ketmoqchi bo'lganlarga. Endi bunda ham xuddi o'sha gap. Agar ko'pchilik bo'lib boradiganlar 4 kishidan oshiq bo'lsa, buni ham $1010 qilib beramiz. $5 dan chegirma qilib beramiz. $5 dan bu reysga ham chegirmalar bor. Chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqsa chiroyli qilib berishadi. Zo'r gap yo'q. Sharoitlar qanaqa bo'ladi endi aka? Mana narxlarni aytib o'tdik. Xo'p, sharoitlari gastinisalarimiz xudo xolasa Madina Munavvarada 200-300 metr uzoqligi, Makka Mukarramada uzog'i 2 kilometrdan 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Gastinisalarimiz qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushaveradi, xudo xolasa. Demak, gastinisa ko'p, qaysi birida odam yo'q bo'ladigan bo'lsa, xonalar bo'sh bo'ladigan bo'lsa, tushadi, zo'r gap. Tushaveradi, xudo xolasa 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Lekin avtobus xizmati bo'ladi. Avtobus xizmati bo'ladi. 24 ga 7 avtobusda turadi, xudo xolasa. Qolagan paytlarda chiqib turib avtobusga chiqishadi. Haramga borishadi. Haramga borishadi. Avtobusga pul ish narsa olib. Yo'q. Shunday chiqib, shunday tushib ketishaveradi. Xudo xolasa zo'r gap yo'q. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari. Undan tashqari Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Qizil dengiz sayohati zo'r. Xo'p, endi 50 bosh xizmati deydiganlar uchun 50 boshimiz aeroportdan billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa iloji boricha. Undan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi. Yana bitta bonus qo'shib berilgan. Zo'r. To'lov shartlari qanaqa bo'ladi endi? To'lov shartlari, xo'p, to'lovlar qilmoqchiman, men ofisga borib qilaman deydiganlar uchun respublikamizda 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Xo'p, Andijonda bor, Farg'onada bor, Toshkentda bor. Yo'q, bizga bu ofislar uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Onlayn joylang biroq qilsanglar ham bo'laveradi. Hisob raqamlar beriladi. Hisob raqam beriladi. O'sha vizaga qandaydir jindekkina pul to'lab berishadi. Qolganini aeroportda berishaveradi. Qolgan ishonch tomonlama bo'lish uchun ofisga bora olmayman deydiganlar uchun shu
qanaqadir miqdorda pul tashlab berishadi hisob raqamlarga, qolganini aeroportga borgandan keyin ofisga kelib ham xuddi shunaqa qilsa bo'ladi deyman menimcha. Bemalol. O'zlariga qaysi biri qulay bo'lsa, shu yo'lga yuraveramiz, xudo xohlasa. Yo'lga yuringlar, xudo xohlasa. Aloqaga chiqaveringlar, tushuntirib beramiz, xudo xohlasa. Menimcha to'liq ma'lumot berdi degan umiddaman. Agar yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xohlasa yanada sizlarga to'liqroq ma'lumot berishadi. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, 50 bosh masalasi bo'yicha savollar bo'ladi, ovqat masalasi bo'yicha ham, gostinsya masalasi bo'yicha ham, to'lov shartlari bilan musofirda turganlar ham bemalol to'lov qilishlari mumkin. Xudo xohlasa bitta qizil pasportlarni tashlab bersa, registratsiya qilib hamma narsani xudo xohlasa tayyor qilib qo'yishadi. Aloqaga chiqaveringlar, chiroyli qilib berishadi. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Xudo xohlasa chiroyli qilib umra safariga borib kelishlarini ta'minlaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha